Haloldan 3 kun ichida boy bo'lishni xohlaysizmi? Asr namozini o'qib bo'lgach, joyingizdan turmasdan bismillahni 100 marta ayting. So'ng astag'firullohil azim va tawwabur rahim 100 marta. So'ng la ilaha illalloh 100 marta. Ya da'im 300 marta. Va Allohumma salli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va sallim 100 marta. Va kelgan Voqea surasini 14 marta o'qing va Allohga duo qiling. Kelgan 7 marotaba salovat aytgach, o'rningizdan qo'zg'aning. Bu amalni 3 kun bajaring. Bu uslub sinalgan va tajribiy uslubdir. Voqea surasida yashirilgan sirlardan foydalaning. Allohning izni ila sizni kutilmagan davlat qamrab oladi. Voqea surasi haqida bir nechta hadislar bor. Bu sura rizq eshiklarining eshigidir. Bu amallarni foyda berishning sharti ixlos, ya'ni ishonchdir. Qalbimizda bo'larmikana degan shubha bo'lsa, bo'lmay qolishi mumkin. Albatta Qur'on barcha narsaning shifosidir. Bu videoni yaqinlaringizga ham yuborib, ularni ham Qur'on ila boyib ketishlariga hissa qo'shing. Ma'assalama.